mani o'limdan asra demayman. O'lim qachonki u kelsa agar u narsani chiroyli holatda qabul qilish kerak deb o'ylayman va yaratganni oldiga ertaga borganda uyalib qolish kerak emas deyman. Chunki baribir biz yaratganga borib oldida turganda nima qilding bu dunyoda, nima ko'rding, nima berding bu dunyoga deganda qanday javob beraman? Ana shu narsani doim o'ylayman. Men nima deb javob beraman? Nima berding? Bilamizki biz odamlarga dunyoga nimadir yaxshilik ulashib beryapmiz deb, aslida yo'q. Biz egoyimiz uchun ishlaymiz, har kuni ma'nimiz uchun ishlaymiz, biz pul uchun ishlaymiz. Qani shartsizlik? Chunki yaratganga xosda shartsizlik. U bizga shu qadar shartsiz mehr, shartsiz sevgan. Hayojoning nechta pul turadida? Sen bu dunyoga pul berib keldingmi? Seni shartsiz bu yerga jo'natishdi. Shartsiz yuborilding. Ichayotgan suving shartsiz, olayotgan nafasing, havoing shartsiz senga berilyapti. Bitta suvni ichiga bor, shunda paketni yop yoki suvni ichiga kir, qani nafasni qadrini his qilishni boshlaysan-ku.